Bugün ne 20 yıl oldu. Tam bir şair akam Nur Mehmet Tursun'un bizi bilen hoşlaşkınlığa. O 20 yıl jarayonida bir gün mu akamның muzikalarını anlamay, gibini qilmay o'tib bakmadı. Muzika hayatımdaki birinci tuncu ustazım bolsa, şu akam Nur Mehmet Tursun. Akam muzikant bo'lgani bilan turmushdimi nihoyat qiziq gaplarni chiqib beradi bizga. Mendek bir muzikant chiqsa, faqat bizning shu uydan chiqadi deb o'z og'zida degan. Bu gapni nimaga debdiki yoqda bizning jamiyatimiz nihoyat jiq bola bo'lgan ekan shu vaqtlarda. Navir chavirlarmi ravus yetilib chiqqandan keyin shu gapni qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ba'zi kunlar men mush akamning muzikalarini chiyotganimda akamning puroqlari ixtiyorsiz chiqib qoladi. Bugun mana qarindishim akamda ayrilganiga 20 yil bo'lgan kun. Shu munosabat bilan akam ayni vaqtida o'zi o'rlagan Munajat degan shu muzikani satadi. Bir chepiray.